Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, muhtaram vatandoshlar, yaxshimisizlar? Sağlıklı yaxshimi? Hamma uydami? Bugun 14-fevral Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni hamda 14-fevral bugun sevishganlar kuni ekan. Hammani sevishganlar kuni bilan tabriklaymiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugun mana havo bulut. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Ko'rikton qishlog'ida. Azizlar, futbol bo'lib turibdi, xudo xolasa, o'yinlar zo'r bo'lib turibdi. O'yindan o'yin dahshat bo'lib turibdi. Bugun La Ligada Real Madrid Real Sociedadni qabul qiladi. Xudo xolasa tunda soat 1 da bo'lib o'tadigan uchrashuvni jonli efirda tomosha qilamiz va Real Madrid muxlislari bo'lsa, agar ishlaringizda Real Madrid muxlislari bo'lsa, bitta layklarni bosib qo'yaverasizlar. Xudo shukr Yusubovga obunachi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizlar ham boshladik. Xudo xolasa men ham video qo'yib boshladim. Xudo xolasa endi astan men ham video qo'yishni boshladim. Obunachilar, sizlardan iltimos bir layklarni bosib qo'yinglar. Agar layklarimiz ko'p bo'lsa, odamlar ko'rib boraveradi. Hammani ishlarini omad tilaymiz. Xudo xolasa yangiliklarimiz zo'r oldinda. Xudo xolasa futbol bo'yicha jahon chempionatini mana ukamiz Hamdam bloger bilan o'tirib uzum shaqlab boraman shu yerda Tuzorda. Uzum mikrofonda shaqlab boraman. Omad tilaymiz. Hammani ishlarini omad. Real Madrid muxlisi bo'lsangiz bitta layk bosib qo'ying iltimos.